Hammaga salom. Bugungi darsimiz kimyoviy elementlar. Darsimiz quyidagi rejalar asosida o'tiladi. Kimyoviy element. Kimyoviy element belgilari, elementlarning nisbiy atom massasi. Kimyoviy element kimyoviy hodisalarda moddaning bo'linmaydigan eng kichik zarrasi atomlardir. Atom so'zi qadimgi yunon tilidan olingan bo'lib, bo'linmas degan ma'noni bildiradi. Hozirgi vaqtda atom bir qator yanada kichik zarralardan iborat ekanligi isbotlangan. Kimyoviy element atomlarning muayyan turidir. Masalan, kislorod atomlari kislorod elementlarini bildiradi. Hozirgi vaqtda 118 dan ortiq elementlar ma'lum. Yer yuzida biron dona ham bir xil zarra mavjud emas. Ya'ni har bir element bir-biridan xosiyatiga ko'ra farq qiladi. Odam tanasida 70 dan ortiq element mavjud bo'lib, 93% ni kislorod, vodorod va uglerod tashkil etadi. Kimyoviy element belgilari har bir moddaning tarkibiy qismi va xossalarini o'rganish uchun element atomlarni kimyoviy belgilar bilan belgilanadi. Har bir kimyoviy element lotincha ifodalangan nomining bosh harfi zarur bo'lsa, bosh harfi bilan keyingi harflardan birini qo'shib yozish kimyoviy elementning belgisi ifodalanadi. Masalan, H vodorodning kimyoviy belgisi. Uning lotincha hidrogenium nomining bosh harfi. Elementning nisbiy atom massasi. Atomlar juda kichik zarrachalar bo'lib, ma'lum massaga ega. Masalan, vodorod atomining absolyut massasi 1,67 gram. Uglerod atomining absolyut massasi 19,93 -24 gram. Atomning nisbiy massasi uglerod atomining massasini 12 dan 1 qismini necha marta katta ekanligini bildiradigan sondir. Uglerod atomining 12 dan 1 qismini massasini 1,66 gram, ya'ni bir massa atom birligini tashkil etadi. Nisbiy atom massa AR bilan ifodalanadi. Indeksdagi R nisbiy degan ma'noni anglatadi. Elementning nisbiy atom massasiga son jihatdan teng bo'lib, gramlarda ifodalangan qiymat molyar massa deyiladi. Molyar massa birligi gram taqsim mol. Elementning nisbiy atom massasini hisoblash uchun, masalan, kislorod atomining absolyut massasi 2,657 gramga teng. Uning nisbiy atom massasini aniqlaymiz. Bir atom massa birligi 1,166 gramga teng. Ya'ni bu yerda kislorodning atom massasi 16 ga teng hisoblanadi. Bugungi darsimizning asosiy qismi shulardan iborat edi. Kelgusi darsimizgacha mana shu jadval yordamida siz elementlarni, kimyoviy belgisini, kimyoviy talaffuzi va nisbiy atom massasini yodlab, kelgusi darsimizga tayyor bo'lishingizni istab qolar edim. Kelgusi darsimizda men sizlarga Dmitriy Ivanovich Mendeleyevning davriy jadvali haqida ma'lumot berib, undan qanday foydalanishni tushuntirib beraman.